Mana roverlarga chiqiltish xizmatimiz ham bor. Aka-xollarimiz bo'ladi, skronni yurganlar. O'shalar uchun akkuratni tikib beriladi. Xudo xolasa mana shu birinchi chok. Hozir ikkinchi chokni ham ko'rsatib o'tamiz. Matiz roli mana shu yuqoriroq qilib chiqarilyapti. Kimga ma'qul kelsa, tikib berish xizmatlarimiz bor. Mana o'zi birinchi chok. Mana ikkinchi chok bu. Jipslashib ketadi, ham ushlashga qulay bo'ladi bu. 3 xil chok bo'ladi. Bu 1. Mana o'zi 2. 3-chokni klient xohishiga tikib beramiz. Mayda qilib tikiladi. Birinchi chok deganimning sababi birinchi chokda magnitlar ochiq qoladi. Ikkinchi chokda esa jipslashib ketadi, ham ushlashga udobli bo'ladi. Silliq. Keyin materiali sifatli koja bo'ladi. Uncha yirtilmaydi, qo'l tellatmaydi. Bitgandan keyin ham ko'rsatib o'tamiz. Yana bir bor. Bitgan jarayoni.